Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz hammamiz uchun juda muhim, hatto aytish mumkinki, hayot-mamot masalasi bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Sizning yoshingiz 60 dan oshgan bo'lsa yoki oilangizda, yaqinlaringiz orasida shu yoshdagi insonlar bo'lsa, bugungi suhbatimiz siz uchun ayniqsa dolzarb. So'nggi paytlarda internetda, ijtimoiy tarmoqlarda, hatto kundalik hayotda ham 6 yoshdan keyin davolashmaydi. Ularga pul yo'q. Yashirin buyruq chiqqan degan gap so'zlar, shikoyatlar juda ko'payib ketdi. Bu mavzu har birimizning sog'ligimizga, kelajagimizga bevosita taalluqli bo'lgani uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Bu ma'lumot sizni, yaqinlaringizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Endi esa hech bir ortiqcha gap so'zsiz masalaning mohiyatiga o'tamiz. Masalaning mohiyati va o'zgarishlar keling. Avval vaziyat qanday bo'lganini va hozir nimalar o'zgarganini aniqlab olaylik. Ilgari sobiq ittifoq davridan boshlab bizda tibbiyot bepul va hammabop bo'lishi kerak degan tushunch shakllangan edi. Albatta amalda ham shunday edi. Odamlar poliklinikaga murojaat qilib, kasalliklari bo'yicha shifokor nazoratida bo'lar. Zarur hollarda shifoxonalarda davolanar edilar. Yoshidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar tibbiy yordamga to'liq haqli deb hisoblanardi. Qishloqlarda feldsher akusherlik punktlari, tuman markazlarida kasalxonalar, viloyat va respublika miqyosida esa ixtisoslashgan markazlar mavjud bo'lib, ular barcha yoshdagi bemorlarga xizmat ko'rsatgan. Tizimda kamchiliklar bo'lsa-da, keksa yoshdagilarga nisbatan davolashni rad etish degan holat umuman kuzatilmas edi. Odamlar tibbiy yordam olish huquqiga ishongan holda yashardi. Bugungi kunga kelib esa vaziyat biroz boshqacha ko'rinish kasb etmoqda. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimida juda ko'plab islohotlar amalga oshirildi. Maqsad tibbiy xizmatlar sifatini oshirish, samaradorlikni ta'minlash, odamlarga yaqinroq bo'lish. Lekin bu islohotlar ba'zi o'zgarishlarni ham olib keldi. Masalan, tibbiy xizmatlarning bosqichma-bosqich moliyalashtirilishini joriy etish, ayrim kasalliklar bo'yicha davolashni yangi standartlar asosida tashkil etish va boshqalar. Aynan mana shu o'zgarishlar orasida yashirin buyruq yoki 6 yoshdan oshganlarni davolamaydigan qoidalar borligi haqidagi mish-mishlar paydo bo'ldi. Shuni ochiq aytishim kerakki, hech qanday rasmiy yashirin buyruq yo'q. Bu yoshdan oshgan fuqarolarni davolashni to'liq rad etadigan bunday hujjat mavjud emas va uning mavjud bo'lishi ham O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro normalarga zid bo'ladi. Biroq odamlarning shikoyatlari va noroziliklari bejizga emas. Muammo shundaki, tizimdagi ba'zi o'zgarishlar, resurslar taqchilligi, byurokratik to'siqlar va ba'zi tibbiyot xodimlarining norasmiy, g'ayriinsoniy munosabati natijasida keksa yoshdagi insonlar tibbiy yordam olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu esa aholi orasida bizni davolashmayapti degan tushunchani shakllantirmoqda. Aslida gap nimada? Gap shundaki, tizim moliyalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish mexanizmlarida o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu o'zgarishlar ba'zida keksalar uchun tibbiy xizmatlarning qo'lga kiritilishini murakkablashtirishi mumkin. Ayniqsa yuqori texnologiyali yoki qimmatbaho muolajalar haqida gap ketganda. Masalan, byudjet cheklovlari yoki navbat tizimi ba'zi operatsiyalar yoki mutaxassis ko'rigini kutish muddatini uzaytirishi mumkin. Bu esa odamlarga menga rad javobini berishdi deb tuyuladi. Aslida esa bu tizimning resurs cheklovlari yoki yangi tartib qoidalarining oqibatlari bo'lishi mumkin. Aynan mana shu farqni tushunish juda muhim. Kimlar xavotir olish kerak va kimlar xavotir olmasligi kerak? Batafsil tahlil. Endi bu vaziyatni chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kimlar bu masalada jiddiy xavotirga tushish kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Xavotir olishi kerak bo'lganlar. 1. O'z huquqlarini bilmaydiganlar. Agar siz tibbiy xizmatlar ko'rsatish tartibi, bepul davolanish kafolatlari va shikoyat qilish mexanizmlaridan bexabar bo'lsangiz, sizni turli sabablar bilan davolashdan bosh tortishlari, pullik xizmatlarni taklif qilishlari yoki navbatga qo'yib ortga surishlari mumkin. Masalan, 6-7 yoshli Boboqul aka uzoq muddatli surunkali kasallikdan aziyat chekadi. Poliklinikaga borganida unga bu kasallikni davolash uchun mutaxassis yo'q, xususiy klinikalarga murojaat qiling deyishgan. Boboqul aka o'z huquqini bilmagani uchun haqiqatan ham davlat tibbiyoti unga yordam bera olmaydi deb o'ylab, bor budini yig'ib pullik klinikaga murojaat qilgan. Holbuki ko'p hollarda mutaxassis yo'q bo'lsa,
bemorni yuqoriroq darajadagi tibbiyot muassasasiga yo'naltirishlari shart. Tizimdagi byurokratik to'siqlarni yengishga qiynaladiganlar. Bizning tizimda ba'zan qog'ozbozlik va rasmiyatchilik juda kuchli bo'ladi. Agar sizda barcha hujjatlar joyida bo'lmasa, tegishli yo'llanmalar olinmagan bo'lsa, yoki shunchaki kerakli kabinetni topishda qiyinchilik tug'ilsa, davolanish jarayoni uzoq cho'zilishi yoki to'xtab qolishi mumkin. 7-2 yoshli Rano buvi misoli. Uning tizzasi og'rib, operatsiya qilish zaruriyati tug'ilgan. Lekin operatsiyaga navbatga turish uchun shifoxonaga turli xil ma'lumotnomalar, analizlar va poliklinikadan yo'llanmalar talab qilingan. Rano buvi bu hujjatlarni yig'ishga qiynalgan. Bir necha bor shifoxonaga borib kelgani natijasida ruhiy tushkunlikka tushib, operatsiyadan umidini uzgan. Holbuki uning farzandlari yoki yaqinlari yordam berganida bu muammo tez hal bo'lishi mumkin edi. Bu yerda yetim bazmli hollarda bemorning o'zini yoki uning yaqinlarining yordamining yetishmasligi muammoni yanada chigallashtiradi. 3. Qimmatbaho, yuqori texnologiyali muolajalarga muhtoj bo'lganlar. Ba'zi murakkab operatsiyalar, masalan, yurak, buyrak transplantatsiyasi yoki ba'zi onkologik kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lgan qimmatbaho dori-darmonlar davlat byudjetidan qoplanishi cheklangan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda albatta navbatlar paydo bo'ladi va kutish muddatlari uzoqroq bo'lishi mumkin. 65 yoshli Abdulla akada saraton kasalligi aniqlangan. Unga juda qimmat dori bilan kimyoterapiya kurslari buyurilgan. Davlat ta'minoti orqali bu dorini olish juda qiyin bo'lgan. Uzoq navbatlar, byurokratik jarayonlar tufayli dori o'z vaqtida olinmagan. Bu holatda kasallikning og'irligi va davolashning murakkabligi tufayli bemor va uning oilasi katta qiyinchiliklarga duch kelishgan. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, davlat byudjeti hisobidan yuqori texnologiyali operatsiyalar uchun har yili ajratiladigan kvotalar soni chegaralangan bo'ladi va bu son umumiy ehtiyojning taxminan 3,4%ni qoplaydi. Uzoq hududlarda yashovchilar, qishloq va olis joylarda tibbiy xizmatlarning sifati va mutaxassislar yetishmovchiligi muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Agar siz uzoq hududda yashasangiz, ixtisoslashgan shifokor qabuliga tushish yoki zamonaviy diagnostika uskunalardan foydalanish uchun katta shaharlarga borishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajatlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Misol uchun, Qoraqalpog'istonning olis qishloqlaridan birida yashovchi 69 yoshli xola ko'z operatsiyasiga muhtoj bo'lgan. Uning yashash joyida ko'z shifokori yo'q. Nukus shahriga borish uchun ham transport, ham yotoq xarajatlari qilingan. Bu esa uning uchun katta moliyaviy va jismoniy yuk bo'lgan. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar bilib, o'z huquqlarini biladigan va talab qila oladiganlar. Agar siz O'zbekiston Respublikasining fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonuni va boshqa me'yoriy hujjatlarda belgilangan huquqlaringizni yaxshi bilsangiz, sizga adolatsizlik javobi berishlari juda qiyin bo'ladi. Siz qayerga murojaat qilishni, qaysi organga shikoyat qilishni bilsangiz, muammolar tezroq hal bo'ladi. Ikki yaqinlari qo'llab-quvvatlaydiganlar, agar sizning farzandlaringiz, nevaralaringiz yoki boshqa yaqinlaringiz bor bo'lsa va ular tibbiyot tizimidan xabardor bo'lib, sizga hujjatlarni yig'ishda, shifokor qabuliga olib borishda, zarur bo'lsa shikoyat qilishda yordam bera olsalar, sizning davolanish jarayoningiz ancha yengil kechadi. O'zbekistonda hali ham oilaviy qadriyatlar kuchli bo'lgani uchun ko'pchilik keksalarga yaqinlari yordam beradi. 3. Faqatgina birlamchi tibbiy yordamga muhtoj bo'lganlar. Agar sizga faqatgina oddiy konsultatsiya, dori-darmon yozish, oddiy diagnostika, masalan, qon analizi, EKG kerak bo'lsa, bu turdagi xizmatlar poliklinikalar va oilaviy shifokor punktlarida yoshdan qat'iy nazar barcha fuqarolarga bepul ko'rsatiladi va bu yerda muammo deyarli bo'lmaydi. Masalan, 62 yoshli fermer Hasan aka shamollab qolib, o'zining oilaviy poliklinikasiga murojaat qilgan. U yerda uni tezda qabul qilishgan. Kerakli dori-darmonlarni yozib berishgan va uyiga borib davolanishni tavsiya qilishgan. Hech qanday muammo yoki ortiqcha savol tug'ilmagan. Shuningdek, shoshilinch tibbiy yordam, tez yordam barcha yoshdagi har qanday fuqaroga birinchi navbatda va bepul ko'rsatiladi. Hayot uchun xavfli holatlarda yoshingiz qancha bo'lishidan qat'iy nazar, shifokorlar sizga darhol yordam berishga majbur. 4. Profilaktika va o'z sog'ligiga e'tibor beradiganlar. Agar siz muntazam ravishda tibbiy ko'riklardan o'tsangiz, surunkali kasalliklaringizni o'z vaqtida nazorat qilsangiz, sog'lom turmush tarziga rioya qilsangiz, jiddiy kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi
va natijada tibbiy yordamga bo'lgan ehtiyojingiz ham kamroq bo'ladi. Shunday qilib xavotir qilish kerakmi yoki yo'qmi? Bu asosan sizning ma'lumotlilik darajangizga, tizimni tushunishingizga va vaziyatga qanday yondashishingizga bog'liq. Eng asosiysi passiv bo'lmaslik va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun kurashdan to'xtamaslik. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi sog'liqni saqlash sohasida ham istisnolar, o'ziga xos tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish juda muhimdir. Istisnolar: 1. Shoshilinch tibbiy yordam. Yuqorida aytib o'tganimdek, hayotga xavf tug'diradigan holatlarda, masalan insult, infarkt, jarohatlar, og'ir kasalliklar avj olishi shoshilinch tibbiy yordam tizimi yoshidan qat'i nazar har bir inson uchun to'liq hajmda va kechiktirmasdan ko'rsatiladi. Tez yordam chaqiruvi shoshilinch kasalxonalarga yotqizish va davolash hech qanday yosh cheklovlariga ega emas. 2. Davlat dasturlari va imtiyozli toifalar. O'zbekistonda aholining ayrim toifalari uchun davlat tomonidan qo'shimcha imtiyozlar va dasturlar mavjud. Masalan, 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar va boshqa bir qator imtiyozli toifalar uchun tibbiy xizmatlar ko'rsatishda ustunlik beriladi. Ba'zi kasalliklar, masalan, sil, OITS, onkologik kasalliklar uchun davlat dasturlari mavjud bo'lib, ular doirasida davolanish yoshga bog'liq bo'lmagan holda amalga oshiriladi. Bunga masalan 60 yoshdan oshgan, lekin shu ro'yxatga kiritilgan kasalliklarga chalingan fuqarolarni davolash ham kiradi. 3. Profilaktik ko'riklar, dispanserizatsiya. Keksa yoshdagi fuqarolar uchun muntazam profilaktik ko'riklar va dispanserizatsiya tashkil etiladi. Bu ko'riklar kasalliklarni erta aniqlash va oldini olishga qaratilgan bo'lib, bepul amalga oshiriladi. Bu ham tibbiy yordamning bir ko'rinishi bo'lib, yoshga qarab cheklanmaydi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. 1. Ma'lumot yetishmasligi. Eng katta tuzoq bu ma'lumot yetishmasligi. Rasmiy qoidalarni, o'z huquqlarini bilmagan insonlar manipulyatsiyaga va noto'g'ri maslahatlarga duch kelishi mumkin. Tibbiyot xodimlari buni qasddan qilmasligi ham mumkin. Shunchaki o'zlari ham ba'zi tartiblar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasliklari mumkin. Masalan, 6-yoshli Saodat opaga shifokor: "Sizning yoshingizda bunday operatsiyani qilish xavfli. Davlat tomonidan ham mablag' ajratilmaydi" deb aytgan. Holbuki, agar operatsiya uchun tibbiy ko'rsatma bo'lsa, xavflarni inobatga olgan holda mutaxassislar kengashi qaroriga binoan operatsiya qilish mumkin. Saodat opa bu huquqini bilmagani uchun qo'lini sovutib, o'z kasali bilan yashayvergan. 2. Navbatlar va resurs cheklovlari. Ba'zi ixtisoslashgan operatsiyalar, masalan, katarakta operatsiyasi yoki bo'g'imni almashtirish kabi muolajalar uchun navbatlar mavjud. Bu navbatlar yoshga qarab belgilanmasa-da, ba'zi tibbiyot muassasalarida resurslar cheklanganligi sababli keksa yoshdagi bemorlarga hozircha navbat yo'q yoki kutish kerak deb aytishlari mumkin. Bu esa davolashdan voz kechishda qabul qilinadi. Masalan, Toshkentdagi ko'z kasalliklari klinikalaridan birida 68 yoshli xolida opaga katarakta operatsiyasi uchun yarim yilga navbat berilgan. Holbuki ko'zi yomonlashib borayotgan xolida opaning hayot sifati har kuni pasayib borayotgan edi. Bu holatda albatta bemor pullik xizmatlarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Chunki sog'liq kutib turmaydi. 3. Norasmiy to'lovlar. Afsuski, ba'zi joylarda tibbiy xizmatlar uchun norasmiy to'lovlar talab qilinishi holatlari ham uchraydi. Bunday vaziyatlarda keksa yoshdagilar o'z huquqlarini bilmagan holda pullik xizmatga majburlanadi yoki davolanish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Bu tizimning eng og'riqli nuqtalaridan biri bo'lib, unga qarshi kurashish zarur. Agar shunday holatga duch kelsangiz, darhol tegishli organlarga murojaat qilishingiz kerak. Tartib 1. Tibbiy sanitariya yordamining roli. Hozirgi islohotlar oilaviy shifokorlar va birlamchi tibbiy sanitariya yordamini kuchaytirishga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, sizning birinchi murojaat nuqtangiz oilaviy poliklinika bo'lishi kerak. Ixtisoslashgan markazlarga yo'llanmasiz borish ko'pincha befoyda bo'ladi yoki vaqtingizni oladi. Ba'zi keksa fuqarolar bunga ahamiyat bermay, to'g'ridan to'g'ri shifoxonalarga borib rad javobini olishlari mumkin. Bu esa ularda davolashmayapti degan noto'g'ri taassurotni uyg'otadi. 5. Rag'amlashtirish bilan bog'liq qiyinchiliklar. Tibbiyot tizimiga axborot texnologiyalari joriy qilinmoqda. Elektron navbat, elektron tibbiy karta. Bu o'z-o'zidan yaxshi, ammo keksa yoshdagi ba'zi fuqarolar uchun bu yangi tizimlardan foydalanish qiyin bo'lishi mumkin. Natijada
Ular o'z huquqlaridan to'liq foydalana olmaydilar yoki texnik qiyinchiliklar tufayli davolanish jarayonini kechiktiradilar. Bularning barchasi shuni ko'rsatadiki, muammo to'liq davolashdan, bosh tortishda emas, balki tizimning murakkabligi, ma'lumot yetishmasligi va ba'zi norasmiy amaliyotlarda ushbu noaniqliklarni tushunish va ulardan qanday o'tishni bilish keksa yoshdagi fuqarolarga tibbiy yordam olishda katta yordam beradi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Xo'sh, endi eng muhim qismga keldik. Qanday qilib o'zingizni yoki yaqinlaringizni bunday vaziyatlardan himoya qilish, o'z huquqlaringizni himoya qilish va zarur tibbiy yordamni olish? Mana sizga qadam-ba-qadam aniq ko'rsatmalar. O'z huquqlaringizni biling va ularni doim yodda tuting. Birinchi navbatda O'zbekiston Respublikasining fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunini o'rganing. Unda har bir fuqaroning sog'lig'ini saqlashga bo'lgan huquqi, bepul tibbiy yordam turlari aniq belgilangan. Bu qonunni internetdan bemalol topishingiz mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy veb-saytini SVUZ kuzatib boring. Unda tibbiy xizmatlar ko'rsatish tartibi, yangi qaror va farmoyishlar e'lon qilinadi. Tibbiy yordamga murojaat qilishdan oldin qaysi xizmatlar davlat tomonidan kafolatlangan va bepul ekanligini aniqlab oling. Bu ro'yxatlar mavjud va ularni poliklinikalarda yoki Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefonlari orqali bilib olish mumkin. 2. Hujjatlaringizni tartibga soling va doim yoningizda olib yuring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, tibbiy sug'urta polisi agar mavjud bo'lsa, kabi asosiy hujjatlaringizni doim tayyor turing. Barcha tibbiy kartochkalar, tahlil natijalari, shifokor xulosalari, epikrizlar, kasalxonadan chiqqan hujjatlar va boshqa tibbiy hujjatlaringizni bir joyga yig'ib tartibli saqlang. Ularning barchasini elektron shaklda nusxalab olish ham juda foydali bo'ladi. Hatto uyda bularni bitta papkada saqlash ham muhim. Poliklinikadan olingan yo'llanmalarni va boshqa muhim qog'ozlarni yo'qotmang. Bu hujjatlar sizning tibbiy tarixingizni tasdiqlovchi asosiy dalillar bo'lib xizmat qiladi. 3. Murojaat qilish tartibi. Avvalo, doimo o'zingizning oilaviy poliklinikangizga, oilaviy shifokoringizga murojaat qiling. Ular sizni ko'rib chiqib, kerakli tahlillarni buyuradi va agar zarur bo'lsa mutaxassisga, kardiolog, nevropatolog, xirurg va hokazo yo'llanma beradi. Yo'llanmasiz ixtisoslashgan shifoxonalarga borish vaqt yo'qotish bo'lishi mumkin. Agar mutaxassis qabuliga yoki diagnostika uchun navbat bo'lsa, navbat raqamini, kutish muddatini aniq yozib oling. Agar navbat uzoq bo'lib, sog'ligingiz yomonlashayotgan bo'lsa, bu holatni qayd etib, poliklinika bosh vrachiga murojaat qiling. Dard muloqot qilish mahorati. Shifokorlar va tibbiyot xodimlari bilan muloqotda hurmat va odobni saqlang, lekin o'z haqlaringizni talab qilishdan ham cho'chimang. Har qanday suhbatni va berilgan javoblarni yozib oling. Telefoningizdagi diktofon yordamida ham mumkin, lekin oldindan ogohlantirish tavsiya etiladi. Agar muammo paydo bo'lsa, bu yozuvlar sizga dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tushunmagan joylaringizni aniqlashtiring, savol berishdan uyalmang. Davolanish rejasi, dori darmonlar haqida batafsil ma'lumot olishga haqlisiz. 5. Rasmiy shikoyat qilish tartibi. Agar sizga tibbiy yordam ko'rsatishni asossiz rad etilsa, davolashni cho'zilsa yoki norasmiy to'lovlar talab qilinsa, birinchi navbatda tibbiyot muassasasi bosh vrachiga yoki bosh shifokor o'rinbosariga yozma ravishda murojaat qiling. Murojaatingizni 2 nusxada tayyorlang. Birini ro'yxatdan o'tkazib qabul qilib olganingiz haqida belgi qo'ydiring. Agar natija bo'lmasa, hududiy, viloyat, shahar sog'liq saqlash boshqarmasiga murojaat qiling. Ular har bir hududda mavjud. Undan keyingi bosqich O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoni yoki vazirlikning rasmiy veb-saytidagi virtual qabulxona orqali murojaat qilish. Shikoyatingizni imkon qadar batafsil bayon eting. Hujjatlar nusxalarini ilova qiling. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi PMOT.uz ham fuqarolarning murojaatlari bilan shug'ullanadi. Bu eng samarali yo'llardan biri hisoblanadi. Agar bular ham yordam bermasa, huquq tartibot organlariga, prokuratura, sud murojaat qilish huquqingiz bor. Nogironlar, keksa yoshdagi fuqarolar uchun huquqiy yordam ko'rsatadigan nodavlat notijorat tashkilotlari ham mavjud. Ularga murojaat qilishni ko'rib chiqing. Murojaatingizda aniq sana ismingiz, familiyangiz, yashash manzilingiz va aloqa raqamingizni ko'rsating. Muammoning mohiyatini aniq va qisqa bayon qiling. Iloji bo'lsa dalillar, guvohlar, hujjatlar nusxalari keltiring. 6. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish va profilaktika.
muntazam ravishda tibbiy ko'riklardan o'ting. Kasallikni erta aniqlash va davolash har doim ham osonroq va arzonroq. Sog'lom ovqatlaning. Faol turmush tarzini saqlang. Muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullaning. Bu keksa yoshda ham salomatligingizni saqlashga yordam beradi va tibbiy yordamga bo'lgan ehtiyojingizni kamaytiradi. Surunkali kasalliklaringiz bo'lsa, ularni muntazam nazorat qiling, shifokor ko'rsatmalariga amal qiling. Bu maslahatlarga amal qilish orqali siz o'zingizni nafaqat tibbiy xizmatlardan chetlashtirish holatlaridan himoya qilasiz, balki umuman sog'lig'ingizni yaxshiroq nazorat qilasiz. Unutmang, O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi yoshidan qat'i nazar sifatli tibbiy yordam olishga haqli. Xulosa aziz do'stlar, bugun biz 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan jiddiy va dolzarb muammoni atroflicha ko'rib chiqdik. Shuni ta'kidlashni istardimki, rasmiy ravishda bunday yashirin buyruq yoki qonun mavjud emas. Ammo tibbiyot tizimidagi islohotlar, resurs cheklovlari, ba'zi tibbiyot xodimlarining mas'uliyatsizligi va eng asosiysi aholining ma'lumot yetishmasligi sababli keksa yoshdagi insonlar tibbiy yordam olishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bu muammoni hal qilishning asosiy yo'li bu ma'lumotli bo'lish, o'z huquqlarini bilish, faol bo'lish va zarur hollarda o'z huquqlarini himoya qilish uchun kurashish. Unutmang, siz yolg'iz emassiz. Sizda o'z haqlaringizni himoya qilish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi. Siz ham bu boradagi o'z fikrlaringizni, boshdan kechirgan holatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz doim sizni eng muhim va dolzarb ma'lumotlar bilan xabardor qilib boramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.